Assalomu alaykum qadrli talabalar. Men Abdulhay Ahmedov, Andijon davlat pedagogika instituti, ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti, tarix kafedrasi dotsenti. O'zbekistonda eng yangi tarix fani bo'yicha bugun 3-mavzu O'zbekistonning mustaqillikka erishish arafasidagi ijtimoiy siyosiy ahvol mavzusidagi suhbatimni olib boraman. Ushbu mavzuni quyidagi 3 ta reja asosida ko'rib chiqamiz. Qo'yilgan masalamizda birinchi 20-asr 80-yillar o'rtalarida respublikada ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotdagi inqirozli holat. Ikkinchi masala markazning O'zbekistonda amalga oshirgan qatag'on siyosati. Bunda paxta ishi, o'zbek ishi degan masalalarni ko'rib chiqamiz. Uchinchisida aholi turmush tarzini og'irlashuvi va Orol fojiasi haqida so'z boradi. Ko'rib chiqadigan masalamiz bo'yicha 20-asr 80-yillar o'rtalarida respublika ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotdagi inqirozli holat haqida so'z yuritganimizda bizga ma'lum Sovet hokimiyati o'tgan asrimizning 70-yillar o'rtalarida boshlab mamlakatda turg'unlik holati yuzaga kela boshlaganligini ko'rgan edik. Albatta 80-yillarning o'rtalariga kelib bu jarayon yanada og'irlashdi. Barcha sohalarda ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy hayotimizda inqirozli holat yuzaga keldi. Bunday holatning yuzaga kelishiga asosiy sabab davlat boshqaruv organlarining o'ta markazlashganligi, butun ishlab chiqarish yoki moddiy boyliklar ustidan davlat monopoliyasi o'rnatilganligi asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Boshqaruv tizimining o'ta markazlashtirilganligi, siyosatlashtirilgani, ijtimoiy adolat prinsiplarining buzilishi va iqtisodiyotda jiddiy nuqsonlarga olib kelish natijasida sarf xarajatlar ortib bordi. Natijada Sovet hukumati bir qator islohotlar o'tkazishga majbur bo'ldi. Partiya rahbarligi va ma'muriy byurokratik tizimiga bo'ysundirilgan tizim doirasida iqtisodiyotning mafkura tizimiga to'la bo'ysundirilish sharoitida qilingan islohotlar albatta kutilgan natija bermadi. Bu islohotlar 1985-yil Sovet hukumati tomonidan aprel oyida boshlangan qayta qurish siyosati bilan nom olgan jarayonda yaqqol namoyon bo'ldi. Sizlar bilan ko'rib chiqayotgan ikkinchi masalamiz markazning O'zbekistonda amalga oshirgan qatag'on siyosati. E'tibor bergan bo'lsanglar, qo'shtirnoq ichida paxta ishi, o'zbek ishi jumlalari bu yerda o'z ifodasini topgan. Sabab 80-yillarda o'rtalariga kelib O'zbekistonda qatag'onlik siyosatining yangi davri boshlandi. Bu siyosat aynan paxta ishi yoki bo'lmasa o'zbek ishi nomlari bilan o'zbek xalqini bodnom qilishga qaratilgan navbatdagi Sovet hukumatining nayranglaridan biri edi. Tarixdan yaxshi bilamiz, 20-30-yillarda, undan keyin 50-yillarda bunga o'xshash qatag'on siyosatlarini bizning xalqimiz o'z boshidan o'tkazgan edi. Ro'y bergan 80-yillar o'rtalarida ro'y bergan bu qatag'on siyosati natijasida vatanimizni sidq-dildan xizmat qilayotgan fuqarolaridan qo'yilgan ayblar paxta sohasiga aloqador bo'lgan soha vakillaridan iborat edi. Jumladan bu ish bo'yicha 5000 kishi qamoqqa olindi. Ularning 600 dan oshig'i rahbar xodimlar edi. 10 tasi sotsialistik mehnat qahramonlari edi. Ular atayna o'zbek xalqini nomini bulg'ash uchun, ittifoq miqyosida O'zbekistonni obro'sizlantirish uchun mana shu siyosiy nayrangni o'ylab topishdi. Paxta sohasida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, olib borilayotgan ishlarni ular markazga berilgan hisobotlar noto'g'ri deb orttirilgan miqdorda paxta kilogrammlari yozilgan va markaz puli talon-toroj qilgan degan ayblovlar bilan qatag'on qilingan edi. Ularning huquqlari himoya qilinmadi. Ularga qo'yilgan ayblar Sovet hukumati tomonidan